Assalomu alaykum gruppadoshlar. Bekzod aka, assalomu alaykum. Sizga ham yana bir bor. Bekzod aka, mana 5-fevral kuni sizdan mana shu apparat olganman. Xudo xolasa apparat yaxshi ishlayapti. Apparat gap yo'q. Endi bir tushuntirib o'tsam. Bu apparat TIG 200P ACDC jet model. Apparat yaxshi ekan, biroq горелкасы ham bunaqa ekan, кнопочный. Endi mana bu yerda biroz bardак bor. Endi o'sha chiqmaydi. Так. Теперь mana men hozir alyuminiy svarka qildim. Yuqa ekan, mana yuqa. Bu парогенератор ekan. Парогенератор parcha самодельный shunaqa. Это tenor bor ekan. Mana bu yerdan parcha chiqar ekan. Mana bu tagidan suv kirsa kerak. Telefonni parcha chiqar ekan. Mana крышканы svarka qildim. Biroq yuqa ekan, mana metal вообще yuqa. Yuqa metalda, yuqa alyumin. Ishlab svarka qilib chiqdik. Ishim xudo xolasa tugadi. Endi apparatga kelsak, apparat men buni yuqa metal ekan, buni men 40 amperajda svarka qildim. Mana bu degani bu amperaj ko'tarib tushiradigan. Undan keyin buni bosish kerak ekan. Это низкий ток. Bu bizlarda gertsovka. Gertsovka bu yanda mana maksimalniy betda hozir 200 ga boradi, по-моему. Bundan ham ko'p ekan. Men в основном gertsovkani 70 ga qo'yaman-da. Максимум 200 ga qo'yaman, а так средний 70 нормально. Герцовка. Так, так. Bundan keyin bizga bu gerцовка. Так. Bu amperaj. Bu bizda пониженный ток. Так. Bu это предгаз. То есть кнопканы bosishdan oldin gaz beradi. Bu bizda